Yiqib tashlagan ishingni qaragin, qiyshiq qing'ir qilib, ertaga men texnadzorga, rahbariyatga qanaqa topshiraman bu ishni, sal o'ylamaysanlarmi? Aka, bu sizga qiyshiq ko'rinayotgandir, lekin armirovchiniklar bilan qalin tortib tekislab beramiz. 80-90% obyektdagi ustalar shunaqa javob berishadi, ishini o'tkazishga harakat qilishadi. Endi men sizga qisqacha tushuntirib beraman. Agar bazalt основа tekis bo'lmaydigan bo'lsa, mana misol uchun ko'rasizmi, qanaqa holatda qiyshuv. 10 sloy kley bersangiz ham tekislab bo'lmaydi. Qancha ko'p sloy kley beradigan bo'lsangiz, bu faqat bazaltga nagruska bo'ladi, kleyning o'ziga nagruska bo'ladi, treshina berishi juda ehtimoli katta bo'ladi. Bazalt основа tekis bo'ladigan bo'lsa, 2 sloy yuqa shpaklovkaga o'xshab kley beriladi. Ana o'shandan keyin 1 kvadratini og'irligi 20 kilogacha bo'lgan lyuboy narsani yopishtirib qo'yasiz, ko'taradi va qilinish kerak bo'lmagan xato mana mayda kusoklar qo'yib tashaladi. Bazalt vertikal holatda bo'yiga qarab yopishtiriladi. Bunaqa bazalt yopishtirish mumkin emas kategorически. O'zingiz yaxshi bilasiz. Imorat qurishda fundament mustahkam bo'ladigan bo'lsa, imoratingiz ham mustahkam bo'ladi. Utepleniya sohasida ham xuddi shunaqa bazalt tekis bo'ladigan bo'lsa, ana o'shandan keyin ustidagi armirovочный suvollari ham juda ham tekis chiqadi. Agar sizga ham professional utepleniya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, Teplomasterga murojaat qiling.